Obyektivni ko'rdingizmi? Obyektivni yo'q. Siz uylanganingizdan beri tez bo'shanishlar bor. Bo'lsa 1 minut bo'lsa, 1 minut ichida turish qattiqmi, yumshoqmi? Yaxshi. В общем, qarang, sizdek bo'lgan problema tez bo'shanishlik. Tez bo'shanishlikda sizda agar sababi ko'rgan bo'lsa, birinchi sabab bu qachonki miyada o'sha возбуждение baland, bu bir. Ikkinchisi jins holat sezgirlik baland. Uchinchisi miyada serotonin yetishmasligi, to'rtinchisi jins holat uzoqqa turib bera olmasligi. Ya'ni 1 minut 2 minutga turadi-da, tashlab yuboradi. Bu narsani aniqlash uchun biz ko'rishimiz kerak, nima sababdan shunday holat bo'lyapti, unga qarab dal ish qilamiz. Hozir biz shuni tekshirib beramiz. Prostata bezgisi shamollash bormi, yo'qmi? Qon analizlari topshirish kerak, lekin och qoringa ertalab soat 9-11 gacha topshirish kerak-da. Unga siz o'zi qayerdan keldingiz? Ertalab kelib qon topshirasiz agar iloji bo'lsa, chunki biz qonni ertalab hozir ko'rsak bo'ladi, bo'lsa darajasi past bo'lgan bular. Topshirasiz, analiz tayyor bo'ladi, ertaga lecheniya yozib beramiz, shunga qarab lecheniya qilsa bo'ladi. Nimadan kelib chiqqani. Agar krem bilan uzoq bo'ladigan bo'lsa, jins holat sezgir bilan o'sha lecheniyalarni olib tashlash kerak. Ulardan hammasini ko'ramizda aytamiz sizga qarab. Xo'p, mayli. Bu yerda hozir uzi qilib ko'ramizda, ertaga bugun qoling, ertaga kelib qonni topshiringda. Abitdan keyin javobi chiqadi, unga qarab dashish qilinadi, xo'p? Prostata immunoanalizlari. Analizlar glyukoza glikogenni ham topshirsa, ertaga och qoringa 12 soat hech narsa yemasdan. Och qoringa tushundingizmi? Kechga yeysiz, 8-9 darga ujun qilib bo'lganingizdan keyin ertalabgacha ish Fezgelga ham qo'shib qo'ying. Bari qo'shib qo'ydim. Buni ertaga topshirasiz ertalab och qoringa. Tushundingizmi? Buni esa hozir mana o'zi prostata, hozir bunga o'zi qilamiz. Tushundingizmi? Yuring.